Navbatdagi adresimiz Andijon Asaka Qoratepa qishlog'iga bo'ldi. Darvozamiz afsona fasondagi darvozamiz o'rnatdik. Darvozamiz 2 qavat 2 listda ishlagan. Yuqorilari 2 yoniga 30 sent tanlanishga qilib berganmiz. Darvozamizni yon va taglari 12 rossiyskiy shivellarda bo'lgan. Darvozamizga NC gruntовкаlar sepganmiz. Toza devo kraskalar, banishli kraskalarni sepib o'tganmiz. Darvozamiz orqa ko'rinishi xuddi shunday bo'ladi. Darvozamiz kattaligini hisobiga 3 tadan shandlarni qo'yib berganmiz. Xudo xolasa chiroyli qilib darvozamizni ochilishi mana yengil. Darvoza xudo xolasa yengil chiroyli ochiladi mana inshaalloh. Tog'a, darvozamiz yo'qdimi? Darvozalaring yoqdi, ko'ngildagidek, qo'llaring dard ko'rmasin. Darvozani keldi, tog'a, yaxshi kunlarga, to'ylarga xizmat qilsin darvoza. Rahmat, bir duo qilsangiz biz yursak, tog'a. Qani qo'llaring dard ko'rmasin, o'g'onlaring oltin bo'lsin, bolalaring omon bo'lsin. Ishlaringga rivoj hamisha. Allohu akbar. Yaxshilikka xizmat qilsin darvoza, tog'a. Erga pulingizdan rozi bo'linglar. Sizlar rahmat, rozi bo'ling.